U musulmon degani rabochiy bo'lib, ishchi bo'lib, birovni iymonsizlik fermasida borib molini boqib, tagini tortib, bitta bola 30 ga kirib qolgan bola internetda maqtanyapti, bu jinni. Mana men deydi, dachada yuribman deydi, bitta xazayinda deydi, itini boqaman deydi, bo'ldi deydi. Bir haftada bir keladi, men bir hafta it boqib, oylik olib yuraman, maqtanyapti, chumo. Jinnimisan sen, o'y, jinni sen millatda asra, birovni itini boqib maqtanasanmi sen? Chetda yotaman deb, yo'q qo'y yotibdi. Men shu bir hafta yotaman, hamma yo'q chotki, ruscha bitta ikkita so'zlarni yodlab olibdilar. Qo'shib gapirib, xazayin shanba keladi, qolgan payt itini boqaman, itini ko'rsatib maqtanyapti. Bu tupoyda, bu tupoy. Qolgan millat ko'rib nima deydi? Xarib deydi. It boqishga qoladimi endi kuning deydi. Bizi o'tmishimiz kim edi? Amir Temur Liboyni nakaleni o'tkazib olgan. Osmonda yulduzga qarab og'zini ochib, burnini artalmayotgan paytda Ulug'bek bobomiz osmonda xaritasini chizib qo'ygan. Ibn Sinolar meditsinada nomeradin bo'lgan. Farg'oniylar matematikada, iqtisodda lider bo'lgan. Imom Buxoriy hadis ilmining sultoni bo'lgan. Bugun nima bo'lyapti bolalar? Umri televizor, internetda katta bo'lgan bola nima bo'ladi? 13, 15, 17, 20 gado bo'ladi, qul bo'ladi, xor bo'ladi. Dunyoda musulmon xor bo'lib yashash shart emas.